Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimizda Xudo xolasa mana shu itlarda sekin mana shu yerda ishimizni boshlaganmiz. Bu Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoratepa qishlog'ida yakunlanmoqda. Sizlarga bir qator tanishtirib, qo'limizdan kelganicha mana shu holat uyimizda. Nasıl? Mana shu holatda sekin chiroyli endi kazruklarni boshlaganmiz. Oyog'onlari xohlasa bitib, mana shu itlar, endi sizlarga mana shu itlar bitgandan keyin xohlasa bir obzor qilib, chiroyli qilib yana bir qator tushuntirib, darvozaxonalar ham hamma narsa bo'ladi. Bunimiz Samarqand hozir yangi chiqib turgan alkog'onga o'xshagan listi. Ko'rasizlar mana yaltiroq vetida salafanlari bilan keladi. Mana shu holat. Mana akamizlar ham, tiyagachilar ham boshlagan. Hammamiz birdaniga bu xonadonni chiroyli qilib o'ta bir go'zal holatga keltirib, xudo xolasa chiroyli qilib ketamiz. Inshaalloh uyaltirmay tursa. Mana holatlari mana shu mana darvozaxonamiz shunday alkog'on bilan birma-bir deb aytib turgan listlarimiz mana yaltirlashini ham vanna hech narsa bilinmaydi. O'ta bir go'zal holatda, xudo xolasa mana shu xonadonimizni chiroyli qilib qo'limizdan ketaveramiz. Mana bunaqa tiyaga xizmatlari kerak bo'lsa ham bexijolat aloqaga chiqsang, nomerlarini beraman. Akamizlar chiroyli qilib ayda o'ta go'zal holatga keltirib, chiroyli qilib beradi. Bexijolat tiyaga xizmatlari kerak bo'lsa ham bexijolat aytaverasizlar. Mana shu holatda. Beytimiz. Beytimizga shunday bunaqasi ashitda mana chiroyli qilib berdik. Beytimizni o'zimizda Toshkentda Tamaza listidan ishlatganmiz. Holatlari burchaklarni ham ustagalarimiz chotkilar mana havas qiladigan qilib mana luklarni ham qo'yib, luklarni ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Svetlarimizni montaj qildimikin endi. Svetlarni montaj qilib qo'ydik. Podsvetkani ham bitta yaxshi ko'rsatib beraymi? Hozir sizlarga bitta montaj. Svetini ham bitta. Mana endi sal yorug'roq edi. Mana telefonda bajar deydi, ammo atak o'zi buni qilib turmaydi. Alkog'on xizmatlari kimdir hali alkog'on qo'ymasdan, podsvetka qo'ymasdan hali bu o'zida holatida bu ham o'ta bir go'zal, bir chiroyli bir fasonda bo'lib chiqadi. Mana burchaklarimiz, perikoslarni ham ash tomonda yo'qotib yuborganmiz. Ichida perikoslarimiz bor edi, endi sizlarga bilinmasligi mumkin. Bizda bilinadi, ustagalarimizda ham. Ash burchaklariga chiqarib, chiroyli qilib ayda bir o'ta go'zal holatga keltirib, xohlasa kadroklarimiz ham bo'lganda sizlarga bir qator tushuntirib, hamma narsani yana bitta video qilib, xohlasa tushuntirib. Bu işte Samarqandda salafanli listlarni endi holatiga qarab ko'pchilik aytayapti. Listlarda 4 xil, 5 xil listlarimiz bor. Kimdir bu 100 mingdan ham qilishi mumkin, kimdir 110 ming so'm deyapti. Masalan, holatiga qarab kelishtirib, bizda ham masalan 100 ming so'mdan 140 minggacha listlarda aytyapmiz. Mana shu listlarni ham qo'limizdan kelsa chiroyli qilib, hamma narsa ishga bog'liq. Endi kimdir u ustalar aytishi mumkin, hammaning ishi har xil. Biz o'zimizning ishimizga javob beramiz. 04 desak, обязательно hamma narsasi 04 bo'ladi. Hatto ana shu lentalarigadir. Bizda hech qachon masalan yuqa list umuman ishlatilmaydi. 04 desak 04, 35 desak 35. Ash xonadonni ham bitta bo'lganda chiroyli bitta videoni qo'yib, xudo xolasa chiroyli qilib ketamiz. Bizdan uzoqlashmay, sizlar bilan Usta Sherxon, xudo xolasa yana bir chiroyli videoni qo'yamiz.